Assalomu alaykum. Men O'tasho'g'li Shotovoyevman, Termiz davlat pedagogika instituti maktab stantsiyasi o'qituvchisiman. Bugun men maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim tarixi mavzusi bo'yicha dars o'tmoqchiman. Darsimiz rejasi quyidagilardan iborat. Maktabdan tarbiya tashkil etish va sifatida rivojlanish bosqichlari. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'limga doir farmon, qaror va farmoyishlarni so'zlaydi, keyin tatbiq etish usullari. Uchinchi rejamiz maktabdan tarixini tatbiq etuvchi asoslar mashg'ulotimizni boshlaymiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarni aynan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan, ya'ni bog'cha so'zining ma'nosini 1937-yil, ya'ni bola bog'chasi paydo bo'lish tarixi aynan shu yildan borib taqaladi. Chunki bola bog'chasi asoschisi deb taniqli nemis pedagogi Friedrich Flegel tomonidan bu olib borilgan tajribalar asosida amalga oshirildi. Aynan Germaniyaning Blankenburg shahridagi bolalar uchun tashkil qilingan muassasa, ya'ni bolalar bog'chasi deb ataldi va ushbu atama butun dunyo bo'yicha umumiy tarzda tan olindi. Endi shu soha bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, shunday savol tug'ildi. Nima sababdan muassasa bolalar bog'chasi deb ataldi? Taxminlardan biriga ko'ra, Friedrich Flegel bolalarni Alloh ekinlari deb hisoblagan va ya'ni ularga g'amxo'rlik, parvarish muhtoj o'simliklar bog'i hisoblanadi. Chunki bolalarga har doim parvarish, ularga har doim nima kerak? Bironta qaramog'ida ularning parvarish usullarini olib borishimiz kerak. Va shunga ko'ra taxmin shundan iboratki, nemis pedagogi Salbexod, ya'ni Saroy bog'ida deb nomlangan sobiq mehmonxonada ham ikkinchi bog'chasini ochishga tayyorgarlik ko'rdi va uning nomini bolalarni parvarishlash bo'yicha birinchi muassasa deb nomlangan bog'chasi ochildi. Ta'lim muassasasi olib borishi borar ekan, ulardagi har bir hududda bolalarni moslashuvchanligi, ularda olib borayotgan jarayonlarni Friedrich Flegelga qiziqish uyg'otdi va ular bo'yicha o'z tajribalarini amalga oshirdi, 6 tuhfa bo'yicha ish olib bordi. Friedrich Flegelning bu 6 turdagi nomlangan tuhfalardan birinchisi bu bolalarga kaptok usullarida ish olib bordi. Ya'ni bularga har xil 3 xil turdagi kaptok usullardan foydalandi: yumshoq, qattiq va g'adir bo'ldi. Bola bu kaptoklardan qaysi birini xohladi? Bolaning qo'l motorikasini hisoblagan holda ulardagi kaptokka bo'lgan qiziqishi, ya'ni bolalarga o'ynayotgan o'yinchoqlarga nisbatan qiziqish uyg'onib, bolalar bunda ijobiy natija berdi. Ikkinchi tuhfamizda esa kichkina, ya'ni yog'ochlarni ko'p silindr simonidagi kichkina kubiklar yordamida o'z faoliyatini boshladi. Bunda kichik motorikalarni rivojlantirishda asosan qo'ldagi bola ushlab turgan kichik shakldagi yog'och o'yinchoqlarda bola bu ikkinchi tuhfada ham yaxshi natija berib va undagi tajribalari samarali natija berdi. Uchinchi tuhfamiz 8 ta kubikdan iborat bo'lib, bular bolaga ham kubiklar yordamida o'z faoliyatlarini davom ettirdi. To'rtinchi tuhfa bu o'sha o'lchamlardagi ko'p bo'lib 8 ta pletkadan iborat bo'lingan bo'lib, ya'ni bularda o'rtasidagi har bir qismlar bo'yicha ajratildi. Keyingisi 5-tuhfa 22 ta mayda kubikdan iborat bo'lib, bu ham bolalardagi o'ynash qobiliyatini yana rivojlantirib, bola bo'liklarga bo'lingan kubiklar yordamida o'z faoliyatini bemalol bajarib turdi. 6-tuhfada esa 22 ta kubikdan bo'lingan bo'lib, kubik bo'lgan sari aksariyatda, ya'ni ularda qismlardan pletkalarga ajratilgan holda bu 6 ta, ya'ni 6 tuhfa bo'yicha bola har bir tuhfada o'z faoliyatida yaxshi natijalarga erishdi. Mana maktabgacha ta'lim tarixini endi nazarga oladigan bo'lsak, har bir masalan Friedrich Flegelda o'sha davrdagi mana o'tkazgan 6 ta tuhfasi, o'tkazgan tajribalar asosida bolalardagi o'yinga bo'lgan qiziqishi va o'zining faoliyat davomida o'yinlar orqali natijalarni to'laqonli chiqarishga harakat qildi. Friedrich Flegelning bolalar bog'chasining maqsad va vazifalarida asosan tamoyillari quyidagi tashkil qiladi. Birinchisi, faoliyatni 3 turga bo'lamiz. Ya'ni birinchisi o'yin, o'quv va mehnatga bo'lamiz. Chunki o'yin davomida bola o'zining faoliyatiga yo'naltira oladi, o'quv jarayonida berayotgan ta'lim jarayonlari tarbiyani mujassamlashtiradi va mehnatda esa bola o'z mehnati orqali bemalol o'zini yo'naltira olish xususiyatiga ega bo'ladi. Friedrich Flegel, ya'ni nemis pedagogi tomonidan tashkil
tashkil etilgan mana shu bizda birinchi ilk barotada tashkil etilgan bizda saroy javohirlarimiz aynan Alloh ekinlar uchun yaratilgan, ya'ni bolalar uchun yaratilgan bizda ta'lim muassasamiz o'sha davrdagi. Va bularga kim kerak ekan? Aynan bizga bog'bon qizlar, ya'ni hozirgi davr bilan bog'lasak, bizga bolalar uchun mo'ljallangan o'sha davrdagi bog'bon qizlarimiz hozirgi davrda esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik tarbiyachilar sifatida qo'llanib kelinmoqda. Bugungi mavzumiz mashqdan iborat edi. Siz bilan O'tash Shotirayevna bugungi mavzu bo'yicha o'z ma'lumotlarini bilan taqdim etdi.